endigina 13 yoshga kirgan 7-A sinf o'quvchisi Sherzod Hikmatov bugun ham o'zining eng sevimli mashg'uloti olamshumul jinoyatlarni fosh qilish bilan band. Futbol o'ynar, ko'cha changitib yurishni afzal ko'radigan tengqurlaridan farqli o'laroq qahramonimiz Sherlock Holmes, Herkul Poirot va komissar Megre kabi buyuk istiqbollar haqidagi asarlarni mutolaa qilishni yoqtiradi. Kelajakda militsioner bo'lib, yer yuzida birorta ham jinoyatchini qoldirmaslikka ahd qilgan Sherzod bu gal qayoqqadir g'oyib bo'lgan 1 kilogramm qandni qidirmoqda. Ha, aytganchi, Sherzod, bu men. Har kuni maktabdan qaytgach, oziq-ovqatlar do'konida sotuvchi bo'lib ishlaydigan onamga ko'maklashaman. 317-sonli jinoiy ish. Yo'qolgan qand. Tongi tekshiruv natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, do'konimiz omborxonasidan 1 kilo qand yo'qolgan. Hisob-kitob daftarida ham, kassa cheklarida ham bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q. Demak, uni biror bir shirinlikka o'ch bo'lgan o'g'ri o'g'irlab ketgan. Endi mana bu qandlarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hammasi joyida. Sinchiklab qaraymiz. Barmoq izlari-ku. Aftidan bu onamning barmoq izlari. Jinoyatchi biz o'ylagandan ko'ra aqlliroq ekan. Qidiruvni davom ettiramiz. Oyoq izlari-ku. Men, onam, singlim Sevinch va mushugimiz Abdullaning oyoq izlari ekan. Bir daqiqa. Topdim. Va nihoyat birinchi ashyoviy dalil. Tugma. Shubhasiz bu tugmani qand o'g'risi tushirib qoldirgan. Yo'q. Tugmadan yog' hidi kelyaptimi? Bundan xulosa qilish mumkinki, o'g'ri paxta yog' ishlab chiqariladigan zavod yaqinida yashaydi. Ofarin, Iskor Sherzod Hikmatov. Siz jinoyatchilarni iziga tushdingiz. Shu yerdamisan, Sherzod? Ha? Yangi mollar keldi. Taxlashvor bolam. Oyi, men yo'qolgan qand sirini topdim. Qanaqa qand? Jinoyatchilar o'g'irlagan qand. Voy, eslatganing yaxshi bo'ldi. Kecha qo'shnimiz mamlakat xoli 1 kilo qand qarzga olgandilar. Bu uyda qolib ketgan ekan. Nima? Mamlakat xoli? Ha. Qarz daftarimga yozib qo'yaman deb unutibman. Qaraya bolam. Axir qanaqasiga? Tugmachi. Voy, ha meni tugmam-ku. Qayerdan topib olding, bolam? Voy, topganing biram yaxshi bo'pti. Rahmat o'g'lim. Voy bolam-ey, hozir do'kondachi odam ko'payib ketdi. Tezroq chiqib qarash bor. Bo'la qol. Sherzod, yura qol. Aytishlaricha, Lohur shahrida bir ilmli kishi bo'lib, o'ta xasis edi. Tiyinlab pul to'plar, hatto o'zi tuzukroq yeyishga ham og'rinar edi. O'zi jon bersa beradi-yu, ammo birovga non bermas edi. Topgan oltinlarini nihoyatda pinhon tutar. Doimo jonini qo'shlab yashardi. Ayyorlikda qilni qirq yoradigan shogirdi bo'lib, o'z xo'jayinining oltinlaridan voqif edi. U qanday qilib bo'lmasin, o'sha oltinlarni qo'lga kiritishga urinar. Ammo ochko'z xo'jayinini aldashga yoshlik qilar edi. Oradan yillar o'tib, xo'jayin kasalga chalindi. O'lishi muqarrar ekanini bilgach, oltinni... Akajon, choy ichasizmi? Choy? Butun dunyo bo'ylab har soniyada mudhish jinoyatlar sodir etilayotgan bir paytda tomoqdan choy o'tarmidi, singlim? Ha mayli, unda o'zim ichaman. Bo'pti, bera qol. Ovora bo'lib kelsan-ku.
Qanaqa kitob o'qiyapsiz? Sen hali kichkinalik qilasan. Ha, men kichkinayu, siz katta bo'lib qoldingizmi? O'zi bor yo'g'i 7-sinfda o'qiysiz-ku. Men o'g'il bolaman. Sen bo'lsa qiz bola. Bilasanmi Sevinch? Bir kun kelib men albatta mashhur isqor bo'laman. Jinoyatchilar birgina nomimni eshitishi bilan tum taraqay qochadigan bo'lishadi. Xuddi dadamizga o'xshabmi? Ha, xuddi rahmatli dadamizga o'xshab. Ura! Hamma meni militsionerni singlisi deb chaqiradi. Hozir borib o'yjonimdan sinchi olaman. Hoy, kim bor? Uydamisizlar? Sherzod jiyan. Assalomu alaykum amakijon. Va alaykum assalom. Amakijon, ishlaringiz yaxshimi? Zo'r, rahmat jiyan. Bera qol menga, o'zim o'shitaman. Qani? Yaxshimisan o'zing? Ha, rahmat. Akang qayerda? Uxlayotdilar, hozir chaqiraman. Tezroq chaqira qol uyquchini. Xush kelibsiz. Xushod bo'ling. Bolalar charchatishmayaptimi? Ha, yo'q, rahmat. O'zingiz O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Ha. Ha, sekin-sekin yurishibdi. Assalomu alaykum Anvar amaki. Ye, polvon, qalaysan? Va alaykum assalom. Voy, sharmanda. Yuzini yuvmasdan ham salom beradimi odam? Voy, kechiring, hozir yuvib kelaman. Jiyan, tezroq bo'l, yuz-qo'lingni yuvib chiq. Birga choy ichamiz. Choydan iching. Rahmat. Shu jiyaningiz rostmana militsiya bo'ladi-yu. Ertalabdan kechgacha isquvarlar haqida o'qigan. Endi nima qilasiz? Ota kasbi. Qon bilan kirgan. To'g'rimi? To'g'ri. Bugun bir ish bo'lib qoldi. Haligi Bilasizlarmi? Oyi, amaki, Ha, Hikmatovlar sulolasida hamma militsioner bo'lgan. xo'sh. Men ham kelajakda isqor bo'laman. Qani bu yoqqa kechi jiyan, o'tir. Buni kiyib ko'rchi? Yarashganni qarang. Haqiqiy militsioner. Polvon. Kim bilsin? Ehtimol dadasi boshqa ish qilganida hozir yonimizda bo'larmidi? Xudo rahmat qilsin. Kenayi. Shu ko'chada Yayra xola degan onaxon bor ekan. Uylari qayerda bilmaysizmi? Yayra opammi? Mahallamizning oxirida yashaydilar. Tinchlikmi? Tinchlik. Kechasi uchastkamizga qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Xullas tunda uyga kimdir tushgan ekan. Yo'q. Voy, o'g'rilarmi? Bilmadim. O'zlarini aytishicha uydan hech narsa yo'qolmagan. Baribir ham bir kirib o'tay degandim. Maylimi siz bilan borsam? Kenayi nima deysiz? Birga borsa maylimi? Oyijon, iltimos, ruxsat bering. Yayra xolaning uyi-chi, juda ham ichkarida. Baribir mensiz topolmaydilar. Mayli. Uylarni ko'rsatgin-u, tezda do'konga qayt. Xo'p? Xo'p, Amakingga xalaqit berib yurmagin yana. xo'p. Bir aylanib kelar ekanmiz, dasturxonga qara. Ol. Ma. Qorningni to'g'riz bor. Bo'la qol. Tezroq. Yayra xolani uyi shumi? Ha, aniq shu yerda turadilar. Rahmat jiyan. Tushkunda endi uyga bora qolgin. Bo'ptimi? Iya jiyan, Ha? nega uyga ketmayapsan? O'ylab qoldim. Yayra xola sizni tanimaydilar-ku.
Uyga kirgizmasalarchi? Nega kirgizmas ekanlar? O'zlari chaqirganlar-ku. Chaqirishga chaqirganlar-u, ammo eslardan chiqib qolgan bo'lsa-chi? Qari odam har holda. Egnimda forma bor. Ja xo'p haydamasalar kerak. Ja, quvib haydasalarchi? Unda nima qilasiz? Men ham qilardim. Uchastkamga qaytib ketaveraman. Qari odam-ku. To'g'ri. Bo'pti, yur, birga kiramiz. Rostami? Faqat bidirlama. Xo'p, Savollarni men beraman. kelishdik. Yur. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelinglar. Yaxshi. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgan edim. Uyimga o'g'ri tushgan edi. Qani kelinglar. Rahmat. Kelaveringlar. Marhamat. Ha, kecha tunda uyimga o'g'ri kirganga o'xshaydi. Nimadir yo'qoldimi? Xayriyat, hech nima yo'qolmabdi. Hamma narsa joy-joyida. Faqat mana bu surat qo'zg'algan. Bu biror bir buyuk rassomni asarlaridanmi deyman? Rembrandtmi? Van Goghmi? Pikassomi? Qoyil. Har holda 3 ta rassomni ismini bilarkansiz. To'g'risini aytsam, bolaligimda buni kartoshka turi deb o'ylagandim. Keyin bilsam shunday rassom bo'lgan ekan. Tushunarli. Bu suratni hech qanday buyuk rassom chizgan emas. Uni muallifi marhum buvamiz bo'ladilar. Buvangiz? Buvangiz rassom bo'lganmilar? Yo'q. Lekin shunday desa ham bo'ladi. Rasm chizishni juda ham yaxshi ko'rgan ekanlar. Bir qancha rasmlar chizganlar. Tushunarli. Qiziq. Asosiy kasblari boshqa bo'la turib, rasm chizishga qiziqishlari g'alati emasmi, Yayra xola? Biz uchun ham bu jumboq. Xo'p, asosiy ishga qaytsak. Nima bo'lganini bir chekkadan gapirib bersangiz. Ha, kecha kechqurun soat 10larda uxlash uchun kirib ketdim. Keyin chamasi tungi soat 3larda shovqin surondan uyg'onib ketdim. Qo'shnixonadan g'alati ovoz eshitilgandek bo'ldi. O'rnimdan turib, nima bo'lganini aniqlash uchun mehmonxonaga chiqdim. Qarasam, mehmonxonaning eshigi ochiq qolgan ekan. Hayron bo'ldim. Mehmonxonaning esa derazasi ochilib qoldi. Lekin hamma narsa joyida. Faqat devordagi mana shu surat qiyo osilib qoldi. Yaqinroq borib qarasam, surat gardishi biroz qirilgan ekan. Suratni to'g'rilab qo'ydim. Keyin har ehtimolga qarshi sizlarga qo'ng'iroq qildim. Bilasizmi? Men bu suratni bolaligimdan beri bilaman. Lekin biror joyi qirilmagan edi. Shunaqa deng. Tushunarli. Unda bizga ruxsat. Xo'p, mayli. Aha. Yaxshi qoling. Ha. Nima deb o'ylaysiz, amaki? O'g'ri kim bo'lishi mumkin? Hech qanday o'g'ri yo'q. Sababi uydan hech narsa yo'qolmagan. Derazani kim ochgan unda? Deraza ochiq bo'lsa nima qilibdi? Panjara bor-ku. Ha, to'g'ri. O'tir mashinaga. Amaki, Ha? haligi shovqinchi? Shovqin? Ha?
mushuk bo'lsa kerak. Mushuk nimagadir tekkanda tushirib yuborgan. O'shandan shovqin ko'tarilgan. Suratning gardishi qanday qirilgan unda? Sherzod, onaxon juda ham qari odam ekanlar. Ular adashayotgan bo'lishlari ham mumkin. Jiyan, bu narsalarga seni boshing qotmasin. Hozir men seni do'konga olib borib tashlayman, oyingga qarashgan. Tushunarlimi? Bo'lmasa Assalomu alaykum Nazira xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Zayniddin? Ha, yaxshi. Rahmat. Sherzod do'kondami? Shu yerdami? Sherzodmi? Qayoqqa ham borardim? Qalaysan Sherzod? Bo'ladi. Maktabga ham bormading. Bu yog'i ta'til-ku. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Anvar amakim ishga ketdilar. Men bo'lsa do'konga. Xafa bo'lma o'rtoq. Amakingni ham gapida jon bor-da, to'g'rimi? Ehtimol. O'zing bir o'ylab ko'rgin, shunaqa eski rasmni kimga ham keragi bor? Sen qayerdan bilasan? Balki o'g'ri boshqa narsani o'g'irlash uchun kelgandir. Ya'ni, Eshit. Voqea mana bunday bo'lgan. O'g'ri hozircha uni noma'lum shaxs X deb ataymiz. yo'q, cho'zilib ketdi. Shunchaki o'g'ri deb qo'ya qol. Mayli. O'g'ri biror bir qimmatbaho buyumni o'g'irlash maqsadida Yayra xolaning uyiga kirgan. Ammo ehtiyotsizligi sababli devorda ilinib turgan suratga qo'li tegib ketgan. Surat polga tushib, shovqin chiqargan. Xo'sh. Yayra xola bu shovqindan uyg'onib ketgan. O'g'ri xatosini tushunganda tezda suratni joyiga ilib qochib qolgan. Juda ham besunaqa o'g'ri ekanda, a? Agar taxminim to'g'ri bo'lsa, o'g'ri bugun yana Yayra xolaning uyiga qaytadi. Yo'g'i. Chunki kecha bitira olmagan ishini bugun bitirish kerak-ku. Shuning uchun Biz bugun Yayra xolaning uyini kuzatuvga olamiz. yo'q, kuzatuvga olasan. Kuzatuvga olamiz. Ha, mayli. Hozir ishimni tugatib olay. Zayniddin, birozdan keyin qorong'i tushadi. Yayra xolaning uyini kuzatishni boshlaymiz. Namuncha ovqat yeyverasan? Nima bo'pti? Yirtilib ketami? Ha? Nima qilibdi? Shunday sovuqda-ya? Ha? Muzlab qolamiz-ku. Biror taklifing bormi? Yayra xolaning uyini biron joydan kuzatish kerak. Qanaqa joydan? Ha, Yayra xolaning uyini ro'parasida Sarvar yashaydi-ku. Yo'q demas? Yo'q deysachi. Ha, Zayni burger bor-ku. Bo'pti, ketdik. Sarvar! Sarvar! Nima? Ish bor. Yo'q. Sarvar! Iltimos. Yo'q deyapman-ku. Sarvar! Sekin ovoz chiqarmasdan kirlaring. Ketdik. Zayni burger. Yo'q. Kuzatuv nihoyatda mas'uliyatli ish. Bir soniyaga chalg'ish ham mumkin emas. Mayli, o'zing bilasan. Hey, kam-ku. Mayana. Mana bu boshqa gap. Ana, chiroq o'chdi. Kech bo'lgandan keyin o'chadi-da. Qo'y kichkinasi qor. Mana uni yesang undan ko'ra. Mayli, bera qol. Qo'ymading-da. Xo'sh, men narigi xonada uxlayman. Sizlar shu yerda. Tushundinglarmi? Xo'p.
Xo'p. Kimyotlaring. Birov eshitib qolmasa yana. Yaxshi. Sayni burgerding. Bittagina kamchiligi bor-da. Qayoqqa? Qorin to'ygandan keyin juda ham uyqu bosadi. Uxlashga haqqimiz yo'q. Ko'rsatamiz. Nima gap? Tinchlikmi, Yayra xola? Voy, tinchlik emasdi. Voy, nega darrov xabar bera qolmadingiz bizga, a? Shoshganda nima qilishni ham bilmay qoldim. Bilsak yugurib chiqardik. Ha, voy, bo'lmasam-chi. Mana o'tgan yili bitta o'zim tunda qolib o'takam yoriluvdi. Ha, biz o'g'ri kirganida qandoq esimda bir shunaqa bo'luvdi. Endi nima bo'ladi? Zayni uyg'on. Yana 5 daqiqa uxlay oyijon. Zayni? Ha? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Uxlab qopmiz-ku. Nima? Bo'ldiz, ketdik. Yur. Voy, bundoq tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi o'zi? Kechasi uyimga o'g'ri tushibdi. Yo'q-e. Militsiya chaqirtirdim tongda. Voy, o'lmasa. Buvamdan qolgan, Nimani o'g'irlashibdi? buvamdan qolgan suratni o'g'irlab ketishibdi. Voy, yomon bo'pti-ya, noinsoflar. Pensioner kampirni ham tinch qo'yishmasa-ya. Ha, Voy, nimasini Xudoyim. aytasiz? Xudoyim, Yayrapa, yaxshiyam o'zingizga hech nima qilmabdi. shuni ayting. Siqilmang, Yayra xola. Ana, militsiya keldi. O'g'lim qachon Bo'lgan voqeani bir boshdan O'g'lingiz ham gapirib nuqul bersangiz. safardan beri keling. Mas axir Ishi yordam shunaqa berishadi. bo'lsa, nima Albatta yordam qilsin? berishadi. Shunday bo'lsa, nabiralaringizni qo'yishmaydi. chaqirmaysizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Keling, Assalomu uka. alaykum xola. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchlikmasda. Kecha sizga ko'rsatgan suratni o'g'irlab ketishibdi. Buvamdan qolgan degan edim. Ha, to'ppa to'g'ri. Uyni ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Qani boshlang. Mayli, qo'shnilar. Boravering. Yura qoling. Shu o'g'liga ham qoyilmasman. Kampiri yo'q. Barakalla Bizlarni qarang. Yaxshiyam shunday Xabar qilish kerak edi. xodimlari bor. Hozir ko'ramiz. Ko'ring. Siz xavotir olmang. O'g'rilarni topamiz. Bu ish bilan o'zim shug'ullanaman. Mana. Tozalash ishlarini deyarli tugatdik. Hech qachon o'zimni kechira olmayman. Shundoqqina burnimning tagida o'g'rilik bo'lsa-yu, men uxlab yotsam. Sharmanda. Bo'lar ish bo'ldi. Hatto buyuklar ham xato qilishadi. Bu xatoni tuzatish men uchun muqaddas burch endi. Qo'sh komissar Megri, rejang bormi? Suratni o'g'irlagan yaramasni topib, uni militsiyaga topshiraman. O'zimni ko'rsatish vaqti keldi. Isqor Hikmatov jinoyatchilikka qarshi bel bog'lamoqda. Men bilamsan? Albatta. Sen Holmes, men esa doktor Watson. Meni ham olinglar. Yo'q Sevinch, sen hali kichkinasan. Doim shunaqa deysiz. Bo'lmasa, ishni nimadan boshlaymiz? Guvohlarni tergov qilishdan. Fotoapparating bormi? Bor. Nega edi? Yur, reja tuzib olamiz. Uydamisiz? Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Uzr, 1-2 marta chaqirgandik. Eshitmadingiz shekilli. O'zimiz kirib kelaverdik. Voy, marhamat. Qani kelinglar, o'tiringlar. Xo'sh. Eshitaman. Biz Futboldiq gazetasidanmiz. Juda yaxshi-da. Bolam, meni ham rasmga olib qo'yasanmi? Xo'p, ha albatta. Avval
gazetxonlarimizni qiziqtirgan ba'zi savollarga javob bersangiz. Xo'sh, Yo'qolgan surat haqida 2 og'iz. U sizga bobongizdan meros bo'lib qolgan ekan, shundaymi? bilasizlarmi? Bobom rassomlik san'atiga juda qiziqqan odam bo'lganlar. O'zlari ham tez-tez rasm chizib turar ekanlar. Ular o'qimishli, ziyoli, aqlli odam bo'lganlar. Ismlari Fayzulla edi. O'sha surat bobomdan dadamga meros bo'lib qolgan. Oilaviy yodgorlik edi. Aytingchi, o'sha paytda boshqa rassomlar ham bo'lganmi? Bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'risi esimda yo'q. Lekin men sizlarga aytsam, aytishlaricha o'sha vaqtda Ne'mat degan o'g'ri bo'lgan ekan. U odamlarni uyga tushib, o'g'rilik qilib, butun noyob narsalarni, rasmlarni o'g'irlab ketar ekan. Bir kun o'g'rilik qilayotgan paytida qo'lga tushib, qamalib ketgan ekan. Xo'la, yo'qolgan suratning tarixi haqida 2 og'iz gapirib bersangiz. Bobom umrlarini oxirida juda og'ir betob bo'lib qolganlar. Umrlari tugayotganini sezgan bobom o'sha suratni chizgan ekanlar. Hamda dadamni yonlariga chaqirib, suratni berganlar. O'g'lim, bu suratda katta meros yashiringan. Uni ehtiyotlab avaylagin degan ekanlar. O'sha vaqtda dadam 10 yosh bo'lsalar-da, suratni ko'z qorachig'idek asrab, avaylab kelganlar. Dadamdan so'ng surat menga meros bo'lib o'tgan. Juda ham ajoyib hikoya. Biz katta shov-shuv bo'lsa qasdi turibmiz chog'i. Qaydam? Nima deb o'ylaysiz? Buvangiz suratda katta boylik yashiringan deganlarda nimani nazarda tutganlar? Bilmasam. Dadam bu haqida juda ko'p o'ylardilar, lekin jumboqni yecha olmaganlar. Gap shundaki, bobomni tillalari juda ko'p bo'lgan. Ammo hech kim ularni topa olmagan. O'sha yodgorlikni fotosurati bormi? Ko'rsak bo'ladimi? Ha, hozir olib chiqaman. Qayerga qo'ygan edim, ha? Hozir. Har birini suratga ol. Ha, olyapman. Mana 70 yoshli qutlov marosimidan ancha rasmlar bor ekan. Mana bobomning suratlari. Qara. Mana bu favorani oldida tushgan bobomning rasmi. Mana bu meni dadam bo'ladilar. Mana meni bobom qo'llarida ushlab tushgan ekanlar. Buvangizning so'nggi so'zlarini, ya'ni suratda katta boylik yashiringani haqida yana kimlarga aytgansiz? Hech kimga. Bu haqida faqat oila a'zolarimiz bilardi, xolos. Asar yordamida u tillalarni yashirgan joyiga ishora qilgan. To'g'ri. Shunda Fayzullaning suratda katta boylik yashiringan degan so'zlari ham o'z tasdig'ini topadi. Qayoqqa? Ichkariga mumkin emas. Leytenant Hikmatovning oldiga muhim xabarimiz bor. Mumkin emas bolalar. Qani tashqariga chiqinglar. Iltimos, 1 daqiqaga kiraman va chiqaman. Qanaqa gapni tushunmaydigan bolalar ekan bular. Iltimos. Nima qildik? Bo'laxon. Amaki? Sherzod tinchlikmi? Oyingga nimadir bo'ldimi? O'g'ri nega Yayra xolanikiga kirganini aniqladik. U xazinani izlayapti. Fayzullaning tillalarini Sizga hammasini tushuntirib beraman. Hozir o'rtoq boshliq. Menga qaralaring. Hozir ishimiz juda ko'p. Xavfli jinoyatchilarni qo'lga olishimiz kerak. Butun kuchlarimiz ana shu operatsiyaga qaratilgan. Lekin o'g'ri xazinani Sherzod, quloq solsang-chi. Begunoh odamlarning hayoti xavf ostida. Sen o'qigan kitoblardagi sarguzashtlaring boshqa, haqiqiy jinoyat boshqa. Shoshyapman. Sizlar yaxshi uylaringga boringlar. hech o'ylab o'yimga yetolmayapman. Agar rasmda Fayzulla boyning tillalari yashiringan joy chizilgan bo'lsa, uni o'g'irlash shartmidi? Tinchgina fotosuratga olsa ham bo'lardi-ku. Demak, suratning o'zida ham
qandaydir sir bor. Ehtimol belgimi yoki kalit? Yoki surat tagida boshqa surat yashiringanmikan? Menchi kinolarda ko'rganman shunaqasini. Biror bir qimmatbaho asarni yashirish uchun ustidan oddiy bo'yoqda chizib qo'yishadi. Shunday bo'lishi ham mumkin. Endi bu yog'iga nima qilamiz? Agar suratda xazinaning kaliti yashiringan bo'lsa, demak uni bu sirdan voqif bo'lgan odamgina o'g'irlagan. Iye, Yayra xola bu haqda faqatgina oila a'zolari bilardi dedilar-ku. Nahotki qarindoshlari? Buni aniqlashning birgina yo'li bor. Suratda aks etgan favorani qidirib topish. Jinoyatchilarni o'sha yerda qo'lga olish mumkin. To'ppa-to'g'ri. Ertaga Yayra xolani yo'qlab, favora qayerda joylashganini so'raymiz. Oy shpion. Kallai saharlab qayoqqa? Haligi ishlarim bor edi, oyijon. Kecha kun bo'yi qorangni ko'rsatmading. Tinchlikmi o'zi? Oyijon, keyin sizga o'zim hammasini tushuntirib beraman. Menga bir kun muhlat bering. Hoy, do'konchi. Sevinch katta qiz bo'lib qoldi, u ham yordam bersin. Voy. Men kelaman. Sherzod, qayt orqangga. Bir katta san deydi, bir kichkina san deydi. G'alati akam borda. Tusha qol pastga. Choy ichamiz. Hozir ayjon. Qalaysan? Yaxshi. Buncha qolib ketding? Og'ir artilleriyaga duch keldim. Ketdikmi? Ketdik. Yur. Siz yo'llarga chiqing. Tezroq haydab ketdik. Xo'p bo'ladi. Qo'rqqan shekilli yuragi qo'chib ketdi. Voy, Qaysi shifoxonaga olib boramiz deyishdi? 5-shahar shifoxonasiga shekilli. 5-shahar shifoxonasiga deyishdimi? Ha, demak o'sha yerga borishimiz kerak. Tarixiy yoki badiiy jihatdan katta qiymatga ega emas. Qiziq. Mana o'zingiz ham bir ko'ring. Badiiy qiymati bo'lmagan surat kimga kerak ekan? Buning ustiga o'g'ri 2 marta o'g'irlikka tushgan. Ketma-ket. Balkim o'g'ri bu suratni qimmatbaho deb o'ylagandir. Xonada yana boshqa qimmatbaho narsalar bormidi? Masalan, guldon yoki haykalcha yoki boshqa rasmlar. Bor edi. Lekin o'g'ri aynan o'sha rasmni o'g'irlagan. Jumboq. To'g'ri. Bu suratda bir sir bor. O'g'ri buni juda ham yaxshi bilgan. Ha, bolalar qayoqqa? Assalomu alaykum. Yayra xola qaysi palatadalar? 3-palatada. Rahmat. Arzimaydi. Assalomu alaykum opajon. Tuzimisiz? Rahmat. Xavf ortda qoldi. Tez orada oyoqqa turasiz. Tahlil natijalari tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor bo'ldi.
Natijalarda yaxshi tomonga o'zgarish bor. Keling opajon, sizni eshitib ko'ray. Shifokor bor ekan. Chiqishini kutamiz. To'g'ri, ketdik. Yaxshi. Ishingiz tugatganingizdan so'ng xonamga kiring. Qo'shimcha muolajalar yozib beraman. Hech kim bezovta qilmasin. Dam olishlari kerak. Xo'p. Opajon, yaxshi dam oling. Tez orada yaxshi bo'lib qolasiz. Qachon chiqarganlar? Bilmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yayra xolani yonlariga keldinglarmi? Ha? Nabiralar bo'lsanglar kerak-a? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Mumkin emas yonlariga. Dam olishlari kerak. 1-2 kun o'tsin, keyin kelasizlar, xo'pmi? Xo'p. Ha. Ana yana bitta nabiralari. Bor gaplashishinglar mumkin. Nabiralari? Ha? Ana. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Sen birinchi gap boshlaysan. Nima deyman? Biror narsani bahona qil. Yo'q, o'zing gapira qol. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz buvingizni qo'shnilarimiz. Yaxshi. Men Sherzodman. Bu esa Zayniddin. Malika, tanishganimdan xursandman. Yayra xolaga nima bo'pti o'zi? Yuraklari xuruj qilgan. Bu ikkinchisi. 1 yil oldin ham xuddi shunday bo'lgan edi. 2 kun avval buvingizniki o'g'ri tushgan edi. Menimcha shunga asabiylashgandirlar. Ehtimol. Qo'ng'iroqlashganimizda buvim bu haqida aytgandilar. Mehmonxonadagi suratlardan biri yo'qolibdimi? Mana shunisi. Fayzulla bobom chizgan rasm. Qiziq. Bu rasm buvimdan boshqa hech kimga kerak emas deb o'ylardim. O'g'ri kelib, aynan shuni olganini qaranglar. Yayra xola, unda katta sir yashiringan degandilar. Katta boylikka olib chiquvchi kalit. Kim bilsin? Men bunga ishonmayman. Menimcha bu shunchaki oilaviy ertak xolos. O'shanda katta bobom atigi 10 yoshda bo'lganlar. Dadasining gaplarini noto'g'ri tushungan bo'lishlari ham mumkin. Suratdagi favvora qayerda joylashganini bilmaysizmi, mabodo? Shahar chekkasida katta bobom ishlagan fabrika bor. Ana eshitding? Bilasizlarmi, o'sha fabrikani kiraverishda favvora bor. Bu o'sha favvoraning surati. Fabrikani aniq manzilini ayta olasizmi? Hozir. Mana. Ammo yaqinda u yerlar buzilib, katta yo'l tushish kerak. Rahmat. Arzimaydi. Xudo xolasa buvingiz tez orada tuzalib ketadilar. Aytganing kelsin. Suratni ham qaytaramiz, ishonavering. Ketdik, yur, chopdik. Endi hammasi tushunarli. Fayzulla tillalarni favvoraning tagiga ko'mib qo'ygan. U yerlar anchadan beri qarovsiz. Yaqinda qurilish ishlari boshlanadi. Agar favvora buzilsa, tillalar topilishi aniq. To'ppa-to'g'ri. O'g'ri shuning uchun shoshib qolgan. Xo'sh, keyingi rejachi? Zudlik bilan u yerga borish kerak. Ketdik. Yur. Olsang bo'lmasmidi? Uxlayvermasdan qazsachi. Xo'p. Yana qancha kavlaymiz? Ancha. Cho'kka tegib ketdi-yu. Mana shu joy ekan.
Olaver, kerak bo'lib qolar. Mana buni ham sol. Menga qara, jinoyatchilarni qanday qilib qo'lga olamiz? Balki sheriklari ham bordir. Kuchimiz yetmasa-chi? Jinoyatchilarni biz emas, militsiya qo'lga oladi. Ularni jinoyat ustida suratga olib, amakimga ko'rsatsak bo'ldi. Shuning o'zi kifoya. Ish qilib, oxiri baxayr bo'lsin. Fotoapparatni ham sol. Voy bu, nima bular? Zayni burger? Senga faqat kerakli narsalarni oldim. Iye, Zayni burgerdan ham kerakliroq narsa bormi bu dunyoda? Nima balo? Tangligini ovqat bilan ko'targanmi? Bo'lmasam-chi? Sumka og'ir bo'lib ketdi-yu. Kerakli toshning og'iri yo'q. Baribir bizni olib ketishmaydi. Biz hali kichkinamiz. To'g'rimi? Bolaga chiqsang bo'lardi. Yegulik ham tugay deb qoldi. Agar ish haqida ham qorning haqidagidek qayg'urganingda edi, allaqachon izlagan narsamizni topgan bo'lardik. Yo. Bitta odamga shuncha yerlik kavlash oson deb o'ylaysanmi? Agar shoshayotgan bo'lsang, qarash bor. Odamlar ikki toifa bo'ladi, Tuko. Kimdir yer kavlaydi, kimdir esa unga buni buyuradi. Ishni davom ettir. Xo'p, Men bozorga borib kelaman. O'tiraverma, tez bo'l. Tuko! Nima dedim? Cho'tir. Bore. Korxona hududiga kirish taqiqlanadi. Eshik ochiq-ku, ketdik. Ehtiyot bo'l, chuqur bor ekan. Favorani ko'rdim. Atrofi qazilgan. Belkuraklar ham bor. Demak, jinoyatchilar shu yerda. Tezda hammasini suratga olish kerak. Qani? Bu yer juda ham uzoq. Pastga tushishimiz kerak. Bu yerdan ola olmayman. Yo'q. Jinoyatchilarning qo'liga tushib qolishing mumkin. Unda sen shu yerda qolib, atrofni kuzatasan. Men esa pastga tushib, favvorani rasmga olaman, xo'pmi? Bo'pti. Ehtiyot bo'l. Yaxshi.
Voy bolakay. Nima qilyapsan bu yerda? To'xta! To'xta dedim. To'xta! Sherzod? Sherzod? To'xta dedim senga. Hali qo'limga tushasan-ku. Voy, Yaramas. Qayerga g'oyib bo'ldi ekan? Ana. To'xta! To'xta dedim senga, to'xta! Akam o'rtog'i Zayniddin bilan ketdilar. Qayoqqa? Jinoyatchilarni qo'lga olgani. Voy o'lmasam. Yana qanaqa jinoyatchilarni? Qanaqadir fabrika, gayraxolani yo'qolgan surati, favvora, yana nimalardir haqida gaplashishdi. Voy. Zayni! O Zayni! Bu yoqqa. Aylanib o't. Jim, sekinroq, eshitib qo'na qildik. Qochamiz. Do'stlar, qayerda ekan, ha? Meni qo'limdan chiqib keta olmaysanlar. Shoshma. Uni chalg'itish kerak. Aniq qilib. Kaptan, ana u toshni ol. Ketibdi. May, qo'shdi. Birin-ketin qochamiz. Ketdik. Tushundim. Qo'l tez-tez. Qo'lga tushdingmi tirmizak? Qani bu yoqqa kelchi. Qo'yvoring deyapman sizga. Qani bo'la qol. Qo'lga tushdingmi? Qo'chilama. O'chir ovozingni. Qo'yvoring deyapman. Jabon, ovozingni o'chir. O'chir ovozingni. Iltimos, qo'yvoring qoling. Qayerda bo'lishi mumkin? Eski favorani oldini qaraydik-chi. Xo'p. Xo'sh, bu yerda nima qilib izg'ib yuribsan, ha? O'zim shunchaki suratga olib yurgandim. Yosh fotohavaskorlardanman. Nimaga aynan bu yerni rasmga olgin kelib qoldi? Boshqa chiroyliroq joy yo'q ekanmi, ha? Faktura amaki. Nima? Fakturasi chiroyli ekan. Nima? Qanaqa faktura? Haqiqiy fotograf xunuk joyni ham chiroyli ko'ra olish kerak degan ekan Rembrandt. Kim u? Rembrandt tarixda shunday zo'r rassom o'tgan. Ha. To'xta. Ha, nimaga bo'lmasa mendan qochding? Siz quvladingiz, men esa qochdim. Qayerdan bilay? So'mkangda nima bor? Shunchaki mayda chudalar.
Bu nima? Fanar? Fanar. Bu nima? Bu Zayniburger. Zayniburgerni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. McDonald's ham, King Burger ham uning oldida bir ting. Qorningiz ochqab ketgandir, amaki. Bir yeb ko'ring. Juda ham mazali. Yoqmasa, Zayniddin ismimni Sayfiddin qo'yaman. Nimaga endi Sayfiddin? Shunchaki gapda. Juda zo'r ekan. Gerçekten Vay. Aytganim bu senga. Zayniburgerdan ham kerakliroq narsa bormi deb ko'rdingmi? Hala keyin gaplashamiz. Burgit. Bu tez narsalarni ol. Uyg'onib qolmasdan qochib qolaylik. Mana shu surat ko'p. Olib ketamiz. Voy bu Brahma ekanki. Amalda endi ketdik. Bo'la qol. Kelayapman. Nima deb o'ylaysan? Xazina chindan ham shu yerga yashirilganmikan? Bilmadim o'rtoq, tezroq ketaylik. Agar hozir ketsak, xazinani o'g'rini qo'liga topshirgan bo'lamiz. Ha demay u uyg'onadi. Seni yo'qligingni ko'rib, tezda xazinani qazib oladi-da, juftakni rostlaydi. Militsiya chaqirishga ulgurmaymiz. Ilojimiz ham yo'q-ku. Agar xazinani o'zimiz qazib olsak-chi? Vaqt tig'iz. Yayra xolaga suratni ham, bobosidan meros qolgan boyliklarni ham topshiramiz. Tushundim. Zayniddin, menga ishon. Yuragim sezyapti. Topamiz xazinani. Bo'pti, tezroq ishga kirishaylik. Birovlarni narsasiga beso'roq tegish yaxshi emas, bolalar. Alabay? Zayniqot!
Voy, voy, oyog'im. Voy, Buka dedim. Hoş gitti. Buka. Ushla ularni. Kimni? Anu bolalar ushla. Yaramaslar. Oyog'im. To'xtalaring. To'xta dedim senlarga. Ushla. Ana yugur tezroq. Tuko. Sen uni ketdan chop. Men buni ushlayman. Hop. To'xta. To'xta, qo'limga tushasan hali. Yaramas. Kirmisanglar. To'xta. Assalomu alaykum. To'xta. Qo'limga tushgin, seni nima qilishimni ko'rasan. To'xta. Och eshikni. Yaramas och. O'lib qolaman, charchadim och. Eshikni och dedim senga. Iltimos qilaman, eshikni och. Yo'qamida. To'xta. Yaramas tilmizak. Hozir qo'limga tushasan-ku. Men bu yerdaman. Shu yerdamisan? Hozir tutaman seni. Ko'ramiz. Mana. Shu yoqqa kelgan bo'lishi kerak. Ha, ana u. To'xta. Baribir qo'limga tushasan. To'xta dedim. Adabingni beraman seni. Rahmingga kelmaydi, orqangdan kirmasdan yuguryapman. To'xta, qo'limga tushasan-ku hozir. Voy, nima qilyapsizlar? Qani yur. Voyvaringlar. Jim bo'l. O'tir mashinaga. Yo'q, hammasini ana qildi. Sen buni qoralab tur. Xo'p, men Sherzodni topib kelaman. Urmang, nimaga urasiz? Qo'lga tushdingmi? Oh, hali meni qo'limdan hech kim qutulolmagan. Bolakay, qo'lingdagini menga ber. Baribir qochib qutulolmaysan. Kimsiz? Bu surat haqida qayerdan bilasiz? Senga nima farqi bor? Joningda umiding bo'lsa, uni menga ber.
qarindoshi bo'lsangiz. Agar qarindoshi bo'lganimda suratni o'g'irlamagan bo'lardim. Biron bir bahona bilan uydan olib chiqib ketardim. Xazina haqida qayerdan bilasiz? Axir bu oilaviy sir edi-ku. Fayzullaning gaplarini nafaqat o'g'li, balki uni ish boshqaruvchisi ham eshitganda. Tushundingmi? Nima? Eshitganing? Ol bu yoqqa suratni. Yo'q, yordam beringlar, kim bor? Bilan birov baribir eshitmaydi. Yo'q. Bexabar. Endi albatta. To'xtaman. Qo'lingni ko'tar. Qurolingni tashla. Qo'lingni boshingga qo'y. Sen G'ala Hikmatovlar oilasi bilan hazillashyapsanmi? Ayniqsa kichkina Isquvor Hikmatov bilan. Qani yur jiyan. Sekinroq komandir. O'chir. Bo'la qol jiyan. Hop, hozir. Ablah. So'ra. O'tir. Kela qol, keldingmi? O'qirayman. Hammasi joyida kenaga. O'g'lingiz men bilan. Yarim soatga qolmay o'zim uyingizga olib borib qo'yaman. Xo'p. Kelishdik. Xo'sh, qahramonlar, kayfiyatlar qalay? Amaki, biz fabrikada ekanligimizni qayerdan bildingiz? Sening sevinchga rahmat degan. Agar u bo'lmaganida hech qachon sizlarni topa olmasdik. Kenayim uyga kelsa, sen yo'q ekansan. Seningdan so'ragan ekan, qandaydir fabrikaga ketishdi, yo'qolgan suratni izlab debdi. Oying darrov menga qo'ng'iroq qildilar. Gap qaysi fabrika haqida ketayotganini aniqlash qiyin bo'lmadi. Tushunarlidir? Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Xo'sh. Shularmi qahramonlarimiz? Ha, o'rtoq boshliq. Bu jiyanim Sherzod. Bunisi uni sinfdoshi Zayniddin. Akayin o'g'limi? Xuddi shunday. Ot o'rnini toy bosgani juda ham yaxshi. Ikkalangizga ham rahmat. Lekin jiyan, jinoyatchilar bilan kurashishga hali sal yoshlik qilasan. Avval maktabni tugat, institutda o'qi, undan keyin ishga joylashaman, ishlayman desang, jon deb ishga qabul qilamiz. Hozir esa o'zingni ehtiyot qil. Hop. Endi bir boshidan gapir, nima gap? Yo'ldosh Qayyum Fayzulani tillalarini, qimmatbaho mollarini va boshqa narsalarni o'g'irlashni rejalashtirgan. Ammo uni uddasidan chiqa olmagan. Lekin uni eshitgan Ro'ziyev Abror esa bugun jinoyat ustida qo'lga olindi. Demak, Ro'ziyev Abror Fayzulla ishlagan fabrikani buzilishini bilgach, sarosimaga tushib qoladi. Tezkorlik bilan reja tuzadi, suratni o'g'irlab, tillalarni topishga harakat qiladi. Tunda Yayra xolani uyiga 2 marta o'g'irlikka tushadi va suratni olib chiqib ketadi. Ro'ziyev Fayzulla tillalarni favvora tagiga yashirgan degan xulosaga keladi va eski qadrdoni Tuko laqabli hamtovog'i To'xtamurod Ochilovni jalb qilgan holatda qidiruv ishlarini boshlab yuboradi. Toki mana 2 qahramon uni kirdikorlarni fosh qilmagunicha. Ammo tillalar favvora tagida emas. Shundoqqina yo'lida turgan edi. Yugurganiki emas, buyurganiki deb shunga aytishadi shekilli, o'rtoq boshliq. Ha. Xullas, omonatni egasiga topshirish kerak. Bu ishni senga ishonsak bo'ladimi?